Diqqat aholiga shoshilinch xabar. Toshkentdan Moskvaga uchgan samolyot dronlar hujumi sababli manzilga bora olmadi. Barchani Alloh asrasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Rossiya Federatsiyasidagi musofirlar diqqatiga: agar sizga registratsiya, продление dokumenta, трудовой договор, уведомление va shu kabi huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Diqqat qiling, Toshkentdan Moskvaga parvozni amalga oshirayotgan US-1871 reysi 28-may kuni dronlarning hujumi tufayli Qozog'istonga qo'ndi. Yo'lovchilar 4 soat davomida ularni samolyotdan chiqarishmaganligini aytishmoqda. Bu haqida yo'lovchilarning murojaatiga tayanib, Ostorojna Novosti Telegram kanali xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Moskvadagi aeroportlar yopilganligi sababli tungi soat 03:00 da Toshkentdan havoga ko'tarilgan samolyot Qozonga yo'naltirilgan. Soat 04:55 dan beri yo'lovchilar samolyotda qolmoqda. Ularga na Moskvaga parvoz haqida ma'lumot berilgan, na samolyotdan chiqishiga ruxsat etilgan, deyiladi ma'lumotda.